Agar bu videoyim qanaqadir yo'l bilan meni boshlig'imni qo'liga tushib qoladigan bo'lsa, ishonaveringlar, meni ishdan ketimga tepib turib haydab yuboradi. Nima uchun deb so'raydigan bo'lsangiz, men hozir sizlar bilan professionalniy pitsa xamiri bilan bo'lishmoqchiman. Bu retsept uchun meni boshlig'im yaxshigina pul to'lagan, amyum bo'lsa teppa-tekinga sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Tak что layk bosib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Ishni 1 kilo 200 gramm muzdekkina suv va 1 kilo 200 gramm muz, un uchalasini testomeshalkaga solib xamir qilishdan boshlaymiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men tuz, shakar hech narsa solganim yo'q. Shunaqa xamir holatiga kelgandan keyin ustini pishoviy plyonka bilan bosib, rovno 1 soatga olib qo'yamiz. 1 soat o'tgandan keyin tuz, shakar, drojlarni solib yana 15-20 minut aylantiramiz. Ko'p aylantirishni keragi yo'q. Xamir qizib ketib qolishi mumkin. U orada oливковый maslani idishga solib morozelnikka olib qo'yamiz. Hamma mahsulotlar muzdek holatida bo'lishi kerak. Agar siz professionalniy rezultatga erishishni xohlasangiz, o'zini pravilasi bilan qilgan yaxshi. Shakar bilan tuzimizni yaxshilab aralashtirgandan keyin ustiga yana 400 gramm muz solamiz. Va eng oxirida morozelnikda turgan oливковый maslamizni olib, qo'shib 15-20 minut yana aylantirib idishga solib 1 soatga tindirib olib qo'yamiz. Xamirimiz rovno 1 soat dam olgandan keyin xuddi videoda ko'rsatilganday qilib qayirib yana 1 soatga tindirib qo'yamiz. Bu jarayon bizda 2 marta takrorlanadi. Общий 3 soat dam oladi. Xamirimiz 3 soat dam olgandan keyin uni 300 grammdan sharikchalarga bo'lib, idishlarga solib, xolodilnikka обязательно olib qo'yishimiz kerak. Xolodilnikda 5-6 soat, eng kamida 5-6 soat turishi kerak. Желательно kechqurun qilib qo'ysa, ertasiga zo'r rezultat bo'ladi.